siqatkilari boshlandi. Mana jonimni, mana hozir qorni yumshoq bo'ldi hozir. Hozir siqatka boshlanganda, ya'ni to'lg'oq bo'lganda qorni juda ham dumaloq formaga kelib qolyapti-da, hozir ko'rsatamaslik. Jonim mani, jonim. Tug'ishidan oldin, mushuk tug'ishidan oldin sizlarga nimalar kerak bo'ladi? Pipetka, burunchalarini, suvlarini tortib olish uchun, qaychi, kindikchasini kesish uchun 2-3 sm oralig'iga qilib kesasizlar, vata va spirt. Yana влажный salfetka ham kerak bo'ladi. Keyin mana bunaqa radom olasizlar, ya'ni korobkami, radommi, radom deyman, mana shunaqa to'qib olganman o'zim. Mana shunaqa radom tayyorlaysizlar. Обязательно. Mushuk tuqqanidan keyin bitta-bitta mana shularni kindigini kesib, burunlarini tozalab, keyin kindikchasini spirtlab qo'yasizlar. Влажный salfetka o'zinglar uchun kerak bo'ladi, qo'linglarni artib turishga. Da jonim, mana. Xudo xolasa, biz tug'ishni boshladik. Qaranglar. Voy, mana shu yerda qattiq bo'lib yig'ilyapti, ko'ryapsizlarmi? Mana yig'ilyapti. Voy jonim, mana jonim. Mana oh. Kirib ketdi mana. Ko'ryapsizlarmi? Qanaqa yamchqa bor. Voy mana jonim, shirinim. Mana dardi kelyapti. Voy jonim. Shunaqa qattiq bolachalari bitta bilinyapti mana shu yerda. Shirinim, og'riyaptimi? Jim yotibdi. Shirin, to'yim, o'zim, jonim. Qani bo'ldi? Bo'ldi, qo'yaverdi. Bo'ldi, spokойно bo'ldi endi. Jonim mani. Endi necha soat davom etadi bu bilmaymiz. Balkim 10 soat davom etar, balkim 5 soat davom etar. Xullas, hozir anan to'lg'oq tutyapti. Mana shunaqa yalaydi orqa qismini. Mana turib har zamon aylanib уже siqatkalari boshlanganiga, to'lg'oq boshlanganiga 4 soatcha bo'lyapti. 4 soatdan buyon hali to'lg'oqlari har 10 minutda, 15 minutda bo'lib turibdi. Mana Muraddonga kiryapti, chiqyapti. Rosa og'riyapti hamma yoq. Voy jonim mani. Tualetga aylanib keldi hozir. Tinmay yalaydi. Chunki уже выделениyalar kelishni boshlaydi. Tug'ish yo'llari ho'llanadi, namlanadi. Shuning uchun mana shunaqa shilliq qavat bilan qoplanadi. Mana shunaqa kelishni boshlaydi. Mushuklar ja toza bo'lganiga hamma yo'qni yalab olaveradi. Tozalab. Voy jonim, oy, bo'lmay ketyapti. Og'riyaptimi jonim? Og'riyaptimi? Shu moyni olib ketay sanginadan. Keldi. Bolasini yalayapti. Tushuntirsangiz bir mana nimalar bo'lishini, ona. Mayli, yalashga keldi. Gruppa поддержки bo'lib turibdi. O'zim ona jonim. Rosa bolasini yalayapti jonim mani. Shuni qattiq og'riyotganini biladi. Bizani уже выделениyalar ketdi. Xudo xolasa, tug'ilib qolsa kerak. Jonim mani. Endi 1-2 soat menda уже выделениyalar ketyapti. Ay, asalim, eson-omon tug'ib olgin. Asalim уже tez har 2-3 minutda men dardi kelyapti. Mana shunaqa qorni qotib. Voy, asalim mani og'riyapti. Lekin hali kuchangani yo'q. Kuchanishni boshlasa, voy hamma yoq bitimdalaydi. Jimgina. O'zim jonim, hayotim og'riyapti. Jonim, bo'ldi asalim, bo'ldi. O'tib ketdi. Dardi kelmayapti, to'lg'oq tutmayapti. Mana shunda tinch yotibdi hozir dardi kelmaganida. Dardi kelganida shu qorni qattiq g'ijim bo'lib qo'yaveradi. 40 sekundcha ushlab turadi-da. Undan keyin sekin qo'yaveradi. Mana hozir tinch yotibdi. Agar siqatkasi kelgan paytda oyoqlari bilan tipir qilib bechoraga rosa og'rib beradi. Ya'ni matka qisqaradi-da. Qattiq bo'lib qisqaradi 40 sekundcha va 30 sekundcha bolani chiqarishga harakat qiladi matka. O'sha uchun bu qattiq bo'lib qisqaradi, o'shanda og'rib bo'ladi. Bu yarim soatga bir, deylik, boshida yarim soatga bir, 40 minutda bir, 30 sekunddan bo'lib tursa, orasi qisqarib ketaveradi. Ya'ni 20 minutda bir, 15 minutda bir, mana shu toki 1 minutga bir bo'lganicha. 1 minutga bir bo'lganidan keyin kuchanish boshlanadi. Kuchanib, mana bu patogi deydi. O'shani patogini qilib, bolani chiqarishga harakat qiladi matka. O'shanda bu keyin kuchanadi. Ya'ni bu orasi 30 minut, 40 minutdan boshlab
har 30 minut 40 minutga bittadan bo'lib turib orasi qisqarib ketaveradi toki 1 minutga bir marta bo'lganicha. Bu jarayon 12 soat, 1 sutkadan 12 soat, 6 soatgacha davom etadi. Mushuklar yarim soatda bir, 40 minutda bir bo'layotganda uncha e'tibor qilmaydi. Yarim soatcha o'zini ishini qilib yuradi, siz bilmaysiz-da, bular ingramaydi, baqirmaydi, jimgina bitta burchakka jimgina turadi. Men mushugim ertalabdan buyon jimib qoldi-da, tinchib qoldi. Bir burchakka borib, xurpayib, g'alati bo'lib yurdi-da. O'sha obeddan keyin o'sha yarim soatda bir, 20 minutda bir mana shunaqa to'lg'oqqa kelishni boshladi. Mana hozir 2 minut, 3 minutda bir to'lg'oq kelib turibdi. Yana ham orasi qisqarib ketaveradi-da. Yana 1 soat, 2 soatdan keyin xudo xolasa o'sha uchala tug'ilishni boshlaydi. Keldim qizim, keldim. Bo'l, yot qizim, yot. O'zim onalar. O'zim o'rgular, singlim. Kel yonimga o'tirdim. Kel. Bo'ldi, shu yerdaman qizim, shu yerdaman. Bo'ldi, men hech qayerga ketganim yo'q. O'l, shunday ochib qo'ydim. Qo'ymaydi meni. 1 minut qo'ygani yo'q. Bo'l, yoting endi, yoting. Keldim, yoting. O'zim o'rgular, bo'ldi shu. Sirinim, mani ko'zichu, qo'g'irchog'im mani, bo'ldi. Sxvatkalari jonimga og'riyaptimi? Og'riyaptimi? Bo'ldi. Hozir soat 3 kechasi, hali uxlaganimiz yo'q. Dardi rosa tezlashgan. Ya'ni har 2 minutda, 1,5 minutda bo'lib turibdi. Asalim rosa qiynalyapti. Manam uxlamasdan mana shu yonida turibman. Kechga ham qo'ymaydi. Dardi keldi. Rosa asalim yoqdan bu yoqqa o'zini tashlaydi, bu yoqdan bu yoqqa o'zini tashlaydi. Birinchi muchukcha chiqqanicha, xudo xolasa. Birinchi muchukchani tug'ib olsa, shu bilan keyingilarni osongina tug'adi. Doim birinchisi qiyin bo'ladi. Jonim mani. Soat 3 kechasi, 4 ga o'tyapti o'sha, hali biza tuqqanimiz yo'q. Davay jon. Dard qattiq kelyapti. Sekin kuchayapti o'sha. Oy jonim, davay jon. Oy, o'zim o'rgilay, o'zim oynalay. Qo'rinchasi mana shuna. Jonim. Qiynalib ketdingizmi? Qiynalib ketdi. Davay. Oy jonim mani. O'zim o'rgilay. Shiranim. Davay. O'zim o'rgilay, kichkin to'yimdan. Davay, kuchanamiz. Chiqaramiz bolachani. Ish boshlandi. Jonim, yurakchasi jonimga shuni. Oy jonim mani. Ozgina qoldi jonim, ozgina qoldi. Bitta mushukchangni tug'ib olsam, qolganini tez tug'asan. Tez nafas olyapti. Asalim mani. Og'zini ham ochib nafas oladi ba'zida. Shunaqa dard tez kelyapti o'sha. Sirinim mani sekin quchanishni ham boshlagan. Rosa qiynalib ketdi. Kechasi 1 sutkadan uxlagani yo'q tuzib. Mani jonim. Hozir yana bitta quchansang, chiqib ketadi bolacha. O'zim o'rgilay shunda. Qani boshladik. Oy, o'zim o'rgilay. Oy, o'zim oynalay. Qizalog'im man. Oy, jonim man. Davay. Birinchisini tug'ib olsang, shu bilan keyingilari tez chiqadi jonim. O'zim krasavitsa. Oy, o'zim o'rgilay. O'rtoqlar soat 7:25da birinchi bolachamiz tug'ildi. Ko'rsatgin bolachani. O'ziga o'xshagan shirin to'y tug'ildi. Xudoga shukr, birinchi bolachamizni tug'dik. Rosa qiynaldi, kattagina ekan. Jonim mani, jonim. Kentoyim, xush kelibsan. Uni qaranglar, chujuyga o'xshaydi. Oy, jonim. Oy, o'zi bilan o'zi ovora. Keyingisini tug'moq. Bolasiga. Voy, sekin. Bo'ldi. Yopdim. Tug'ishga boshladi.
Bolachasini issiq qilib, issiqqa solib qo'ydim. Sochiqqa o'rab, hozir ochsam pipi qiladi-da. Mana bu keyin tug'ishdan qolib ketadi. Hozir boshladi, mana yana boshladi. Sxvatkalari kelyapti. Kelyapti jonim. Hozir keyingisi tug'iladi endi. Jonim mana, jonim. Shuni tug'di. Yo'ldoshini mana tug'di. Yo'ldoshini yeyapti. Bitta ikkitasini yeyishga qo'yasizlar. Ko'p bo'lsa yeyishga qo'ymaysizlar. Bir ikkitasini yesa bo'ldi, kuch beradi, quvvatlik beradi. 7:48 yana bitta bolachamiz tug'ildi. O'ziga o'xshagan qora voy. Qani bitta qo'ying. Yalavosin onasi keyin ko'rsataman sizlarga. Xo'p, ikkinchi bolachamiz tug'ildi. Xudoga shukr. Jonim mana. Bo'g'otdi mana. Birinchilardan mana yaxshilab bunchalarini hozir pipetkada dog' qilib tozaladim. Jonim. Hozir kindiqchasini ham kesamiz. Qani, qolaylik chiqsin. Kindiqchasini oyisidan bir 2-3 cm qilib kesasizlar. Ozgina qon keladi. Hech narsa qilmaydi. Mana men kesib oldim. Yaxshilab artaman endi. Bolachamiz tug'ildi. Jonim mana. Tumshuqlarini yaxshilab artamiz nafas olish uchun. Suvlari bor. Pipetkada artdim, dardiram. Men ozgina qon keladi, qo'ring mana kindiqchasidan. Keyin mana to'xtaydi o'sha. Ko'rdinglar? Mana bo'ldi. Bo'ldi jonim mana. Bo'ldi. Ishga bilan dunyoga kimchimiz. Bu bilan o'zi ovora. O'zini tozalayapti. Maslaki bolachamizni ko'rsataman. Hey jonim. O'ziga o'xshagan, hali ranglarini bilmaymiz. Endi obshi oldingi akasini opasiga qo'shib qo'yamiz. Men bu yerda issiq qilib qo'yganman. Mana bu yerda kichkintoycha mana bittasi. Keling, biz ham bu yoqqa qo'shib qo'yamiz. Bir-biringlarni isitib turinglar. Hop, ikkita bo'lishdi. Ey juvonchalarim. Ustini yopib qo'yamiz. Mana bular yopib qo'yamiz. Havo kiradi. Havo kirmaydi demanglar. Pipi qilmanglar. Oyi ovora bo'lyapti. Bo'ldi, oyi davom eting siz. Keyingisini tug'amiz. Qo'ydim, chunki ular pipi qurdi-da, bu han deb turib ketaverdi o'shanga. Ozgina yig'lab olsin, keyingisini tug'ayotganida sekin hammasini olib qo'yaman keyin. Nimaga olib qo'yaman? Yoniga turursa ham bo'ladi. Bu anaqa ovora bo'lmasdan shu bolalariga tug'sin deb dalchi yoniga qo'ymayapman. Olaman doim yonidan o'zi. Shu qolganini keyingisini o'shanga sasirdadoshsa qilsin, ya'ni o'shanga e'tiborli bo'lsin keyingi tug'ishiga deb. Shuning uchun mana shunaqa, mana hozir berdim. Chunki ular pipi qurdi. Bu faqat ovora bo'verdi. O'shanga yoniga qo'ydim keyin. Yaxshilab yalayapti bolalarni. Jonim mana, onajonim. Ona bo'ldilar bu kishi ham, ona bo'ldilar. Mana sirinim. Hozir keyingilarini endi tug'amiz. Ikkitasini tug'dilar. Ozgina dam olyaptilar. 15 minut orasi tug'ildi ikkalasi. Mana o'zi emishga ham sirasi boshlab yuborishdi. Pipijalarim o'zim hali qurishyapti endi. Ranglari qanaqaligini, ya'ni dog'larini hali bilmaymiz. Keyingilarni endi tug'ishni boshlaydi o'zim jonim hali. Ikkitasini tug'di paka. Mana hozirgina tug'ildi. Mana artib oldim, birinchilarini tozalab oldim. Endi olib shu ko'chkaga qo'yamiz. Chiqib ketdilar ular. Mana. Oyi o'zi bilan o'zi ovora. Bular qurisin. Mana issiqqina joy bo'ldi. Voy pipilar. Yopib qo'yamiz issiqqina qilib. Buni ustiga yopamiz. Bu teplый elektrichеский matras bu issiq. Oyi o'zi bilan o'zi ovora. Hozir anaqalarini tug'adi. Keyin yana bormi yo'q bilmaymiz hali. O'zi 3 ta degan. Onamiz mana eson-omon tug'ib oldilar. O'zida 3 ta bola deganda 3 ta bola tug'ildi. Bitta sizlar bilan tanishtiraman. Demak, mana hammasi
xuddi ayrisni o'ziga o'xshagan. Mana bu yerda ayrisni dumaloqchasi bor-da, и bitta nuqtachasi bor. Qaranglar, mana bu bolasi xuddi o'ziga o'xshagan. Ey jonim, mana ko'ryapsizlarmi yurakchi dumaloqchasi? И bu ham patsanchik. O'g'il bola bunisi. Keyingisi, oy, 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 qayoqqa kelinga, qayoqqa ketdik, qayoqqa ketdik. Keyingimiz, mana shunaqa. Ayrisni o'ziga o'xshaydi bu ham. Ko'zchalarimiz yumuq. Тоже patsanchik. O'g'il bola. Qani bittasi? Qayoqqa ketdi yana bittasi? Yana bittasi qayoqqa ketdi? Bu yo'lga ketib qopti, mana. Demak, buni ham nuqtachasi hali bormi, hali ho'l. Bilmaymiz. Bu ham o'g'il bola shekilli. 3 ta o'g'il tuqqan shekilli. Mana baxtli onamiz qutulib oldilar eson-omon. 3 ta mushuchamiz bor, bir-biridan chiroyli. 3 ta patsanchik. Hali keyin aytaman, qizmi o'g'il, nechta qiz, nechta o'g'il, no 3 ta o'g'ilga o'xshabotdi. 3 ta krasavchik sherxanchiklar tug'ildi, sherxan. Xuddi bularni bobosini o'zi uchalasi ham.